Tishlar sirtidagi sarg'ish yoki kulrang qatlam qanday tish kasalligi hisoblanadi? Yo, bilardim. 3, 2, 1. Tish toshi. Ikkalamiz ham shunaqa qaytaramiz. Keyingi savol bilguncha, yer postining okeanlar tubidagi qalinligi necha kilometr bo'ladi? 5. 5 to'g'ri. Tushurishingiz mumkin. Qaysi davlat 1917-yilda urushga qo'shilib, qurol-yarog' sotish va qarz berish evaziga boyiydi? Ukraina. Yo'q. Amerika. To'g'ri, Amerika. Siz ko'taring. Ukraina. Bir to'g'ri chiziqda yotmaydigan 3 ta nuqtani kesmalar bilan tutashtirib chiqsak, nima hosil bo'ladi? Uchburchak bo'ladi. To'g'ri, uchburchak. Tezroq javob bering. Qaysi so'zning ma'nosi qirg'oqsiz dengiz deb ataladi? Okean. Okean, to'g'ri. Qushlar bir marta olgan havosidan necha marta nafas oladi? 2 marta. To'g'ri, 2 marta. Siz ko'taring. Sovg'a sifatida homiyimiz Sahifa nashriyotining kitoblaridan taqdim etamiz.